Yo, salom hammaga. Bugungi videoda Italiyada student sifatida yashaydigan joyimni birgalikda obzor qilamiz. O'ylayman bu video ko'pchilikga qiziq va ko'p do'stlarim so'raganligi uchun ham bu videoni tayyorladim. Shunday koridordan kirib kelganingizda shunaqa xona kutib oladi. Brezot Stokkas. Xonada birinchi kutib oladigan narsa bu o'ng qo'ldagi hojatxona va hammom. Xullas, o'zinglar bilasizlar. Va chap tomonda o'zimni eng sevimli joyim. Bu yerda kitob o'qishim mumkin, gitara chalishim mumkin. Xullas, dam olgani eng zo'r joy. Va garderob oyna bilan mana bu tokcha deydimi nima? Bu yoqda dars qilamiz, tepada narsalar turadi. Bu yoqda kim yotadi deyishinglar mumkin. Bu yoqda sherigim bor. Double roomda turaman. Bu yoqda men yotsam, bu yoqda sherigim yotadi. Turk bola uyga ketgan. Hozir 20 kuncha bo'ldi o'zim yashayapman. Bu uni shu garderobi narsalar turadi. Va bizni oynamiz. Oyna ham bir alohida tema. Qarasanglar, turishdan bir normal oyna. Ochishlar mumkin. To'g'rimi? Ochiladi. Bir payt mana bunaqasiga ham tushib qolish mumkin ekanda buni. Bu yoqqa kelib endi bildim, shunaqa narsa bor ekan Yevropada. Oynalar ikki xil ochilar ekan. Qishki ochilishi bor ekan, yozgi ochilishi bor ekan. Mana bu turgani bu yozgi ochilishi. Buni aylantirib mana bunaqasiga qilsak, bu yo'q, adashdim. Bu yozgi ochilishi ekan. Mana tepadan ochilishi, bu qishki ochilishi. Meni xonam ichkarida joylashganligi uchun unaqa derazani ochib qaraydigan narsa ham yo'q. Qo'shningizni ko'rsangiz. Va yana bir eng ko'p vaqtim ketadigan joy bu oshxona. Oshxonamiz ham shu oddiy minimal oshxona. 2 kishiga bemalol yetadi. Va anada xolodilnik. Microwave ham bor bu yerda. Biz olmaganmiz, bu joyi o'zida bor ekan. Sizlar ham katta ehtimol bilan eshitgan bo'lishinglar mumkin. Italyanskiy mebellar zo'r, italyan dizayni zo'r. Mana buni qaranglar. Parda. Nima bu endi? Nima qilmaylar? Beda. Xullas ko'rganinglarda shu joyda, shu xonadonda, shu fayzli xonadonda 3 oydan beri istiqomat qilyapman. Istiqomat. Yashayapman 3 oydan beri. Venetsiya shahri, Italiya davlati. Necha pul to'layman o'zi bu joyga? 450 euro to'layman. To'g'ri, bu o'zimizga solishtirganda ancha qimmat tuyulishi mumkin. O'zi qimmat ham bizga solishtirganda. Buni ichiga nimalar kiradi? Wi-Fi kiradi, issiqlik kiradi va tok kiradi. Hammasi ichida. 450 euro Venetsiyada bu zo'r joy. Chunki men boshqa odamlar uyni rent qilish narxini ko'rganman. Bu aytayotgan narximdan 2-3 barobar qimmat. Va men nimaga arzon to'layman? Chunki men hozir Dorimda yashayman. Studentlar yotoqxonasida. Dorimda yashash mazza, chunki hamma yoqda studentlar zerikib qolmaysiz. To'g'ri, endi hozir qish kanikul hamma studentlar uyga ketgan, ozgina zerikarli. Keyingi haftadan o'qish boshlanadi, studentlar yana qaytishni boshlaydi va yana jonli muhit tiklanadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Obunani qanday ko'rsatsam bo'ladi? Nima qilaymi? Okay. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya. Chunki hozir meni 20 ta podpisчигim bor. 21. 20 ta odam ham ko'p. 20 ta odam hisoblasak, bitta sinf bo'lar ekan. Tasavvur qiling, bitta sinf 20 ta odam siz aytayotgan gapingizni eshitib turibdi. Bu juda ham katta narsa. Shunaqa deb o'zimga motivatsiya bermasam, kim beradi? Shu 20 ta odamni ko'paytirishga yordam bersanglar, juda ham xursand bo'lardim. Sog' bo'linglar.